Prezidentning 2025-yildagi mamlakatimiz hududlariga ilk safari davlat rahbari Andijonga tashrif buyurdi. Andijon zaminida yangi O'zbekiston g'oyasi har bir mahalla, har bir xonadonga kirib bormoqda. Davlat rahbari kelgan joy gullaydi, fayz baraka keladi. Bundan 10 yil avval birorta ham uy qurilmagan Andijonda bugun butun boshli shahar bunyod bo'lmoqda. Prezident o'zi tamal toshini qo'ygan yangi Andijon, ya'ni Bobur shahrini borib ko'rdi. Bunday fayzli muazzam maskan Andijon xalqiga muborak bo'lsin. Iloyim sizlarga buyursin bu shahar. Yoshlar bilan bajonidir suratga tushgan, yo'lidan chiqqan ta'ziyali xonadondan ko'ngil so'ragan va nogironligi bor oilalarga umidni qaytargan prezident Andijon tashrifining eng hayajonli voqealari. Ertaga soat 5 gacha qo'l qo'yib ketaman. Rasmni hammaga yetkazasiz. Omonat yaqin holida otangdan salom aytib yuborib, sizga salom deb qo'ying. Onam bizga prezident keladi derdi. Mana kecha prezidentni ko'rdim. Xudo xohlasa keyingi kelishingda hammanglar ilojini yurib kutib olinglar deb ashnab edim. Bugun mamlakat yetakchisining Andijonga tashrifi tafsilotlari haqida so'z yuritamiz. Assalomu alaykum. Efirda Yangi zamon dasturi, studiyada men Jahongir Olimov. Ko'rsatuvimizning asosiy mavzusiga o'tishdan avval dunyoga mashhur Garvard universitetining tahlillariga e'tiboringizni qaratsam. Unga ko'ra, oxirgi 5 yilda iqtisodiy murakkablik indeksida O'zbekistonning o'rni 25 pog'onaga yaxshilanib, 133 mamlakat orasida 80-o'rinni band etgan. Solishtirish uchun ushbu reytingda qo'shnimiz Qozog'iston 84-chi, Rossiya 94-chi, Turkmaniston 126-chi, Tojikiston esa 124-chi o'rinlarni egallagan. Soddaroq tushuntiradigan bo'lsam, dunyoda ziddiyatlar kuchaygan, katta mamlakatlar o'rtasida savdo-iqtisodiy aloqalar dars ketayotgan bir vaqtda O'zbekiston iqtisodiyoti jadal sur'atlarda rivojlanyapti. Bu mamlakatimiz hududlarining rivojida ham aks etyapti. Misol uchun Andijon. Ushbu hudud mamlakatimizda yeri kam, aholisi esa eng zich bo'lgan viloyat hisoblanadi. Ammo mana shunday murakkabliklarga qaramasdan bu hududda hamma sohalarda katta o'sishga erishilmoqda. Buni raqamlarda ko'rib chiqadigan bo'lsak, oxirgi 1 yil davomida Andijonda 4000 dan ziyod yangi tadbirkorlar ish boshlagan va oxirgi 1 yil ichida viloyatda 450 ming aholi ishli bo'lgan. Bundan tashqari 1,5 million kvadrat metr turar joy va 850 ming kvadrat metr noturar joylar qad rostlagan va buning hisobiga o'tgan yili savdo va xizmatlar 13%, sanoat esa 7,5% oshdi. Eng asosiysi bu o'zgarishlarni oddiy insonlar, andijonliklar o'z hayotida his etmoqda. Andijon viloyatining Xonobod shahridanman va bundan juda ham faxrlanaman. Toshkentda hozir o'qish faoliyatim davom ettirayotganligim sababli vaqt topib Andijonga kelaman-da va borgan sari ko'zim quvnayapti, chunki o'zgarishlarni ko'ryapman. Juda ham obod bo'lyapti Andijon. Bundan xursandman. Menimcha bundan barcha yoshlarimiz xursand, chunki barcha sharoitlar yaratilyapti. Men Andijon kelin bo'lib tushganman, lekin Andijonni juda ham sevaman. Ko'ryapsizmi go'zallikni? Qir adirlar mana shunaqangi bo'ston go'zal bo'lib ketadi deb kim o'ylabdi? Katta o'zgarishlar bo'lyapti, qurilishlar bo'lyapti. Hammasi inson uchun, xalq uchun bo'lyapti. Davlat rahbari kelgan joy gullaydi, fayz baraka keladi. Xalq xursand bo'ladi. Odamlarni mamnun etayotgan bu o'zgarishlar o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q albatta. Bu eng avvalo davlat rahbarining tizimli va chuqur o'ylangan islohotlarning natijasidir. Andijonliklar ana shu islohotlardan, yaratib berilayotgan imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanishmoqda.
Qolaversa, hududlar rivojlanishida prezidentning mamlakatimiz viloyatlariga tez-tez tashrif buyurishining ahamiyati ham katta. Davlatimiz rahbari har yili har bir hududga kamida bir marotaba tashrif bilan boradi va ana shu safar davomida ushbu hududni har jihatdan rivojlantirish bo'yicha vazifalarni qo'yadi. Ularni ijro etishga mas'ullarni belgilaydi va bu ishlarni amalga oshirish uchun moliyaviy manbalarni ajratadi. Ana shu hududga navbatdagi safar davomida esa avvalgi tashrif vaqtida berilgan vazifalar, topshiriqlarning ijrosi bilan prezident shaxsan tanishadi. Ya'ni hududlarning rivoji, odamlarning hayotidan rozi bo'lib yashashi masalasi davlat rahbarining doimiy nazoratida. Ko'rsatuvimizning bu galgi soni yakuniga yetib borayotgan haftaning eng muhim voqeasi prezidentning Andijonga tashrifiga bag'ishlanadi. Hududdagi o'zgarishlar bilan shaxsan tanishish, odamlar bilan muloqot qilish, viloyatni rivojlantirish bo'yicha yangi vazifalarni belgilash maqsadida prezident Shavkat Mirziyoyev 15-16 aprel kunlari Andijonda bo'ldi. Assalomu alaykum. Tadbirlarga boy, tig'iz grafik asosida o'tgan va Andijon uchun g'oyat katta ahamiyatga ega bo'lgan ushbu sermahsul tashrif voqealarini eng boshidan ko'rsatamiz. 15 aprel Andijon aeroporti. Viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov prezidentni aeroportda kutib oladi. Assalomu alaykum. Shuhratbek Qo'shabovich. Davlat rahbari yetib kelguniga qadar biz hokimni savolga tutdik. Davlat rahbarining Andijonga tashrifiga 1 yildan sal ko'proq vaqt o'tdi. Ana shu o'tgan davr mobaynida Andijonda nimalar o'zgardi? Avvalgi tashrif paytida berilgan vazifalarning ijrosi qanday bo'ldi? Shular haqida so'ramoqchimiz. Ish bilan ta'minlash masalasida bitta raqamda aytadigan bo'lsam, hech qachon bo'lmagan bir Andijon viloyatida yurtboshimiz kelib ketgandan keyin 5 ta katta sanoat zonalari tashkil bo'lyapti. Bu sanoat zonalarida eng kichkinasida 5000, kattasida 10 000 dan ortiq muhim ish o'rinlari bo'ladigan sanoat zonalar. Birgina misol qiladigan bo'lsam, o'tgan tashrifida mana shu Xitoy bilan bo'layotgan savdo iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish bo'yicha alohida Xitoy Ipak yo'li sanoat zonasi deb 200 gektar maydonda qaror chiqarib bergan. Bugungi kunda shu mana shu zonada 12 tadan ortiq katta loyihalar, ya'ni 420 million dollarlik loyihalar amalga oshirilyapti. Birgina misol yoki Andijonda yangi yo'nalishlarda driver qilasan degan topshiriq bergandi. Shu bo'yicha O'zbekistonda bugun 35% mebelini Andijon viloyati beradi. Shuning uchun alohida qaror chiqarib bergan 16 gektar maydonga mebelchilik sanoat zonasi qilasan deb. Mana bugun xudo xohlasa tashrif davomida bu mebelchilik sanoat zonasida bo'layotgan ishlarimizni ko'rasizlar. Hokim sanab o'tgan Andijondagi o'zgarishlar viloyatning havo darvozasidanoq ko'zga tashlanadi. Gap Andijon aeroporti haqida ketmoqda. Bu aeroport 1978-yilda qurilgan bo'lib, hozirgi talablarga mos kelmay qolgan edi. Uchish-qo'nish yo'lagi eskirgan, uning yuk ko'tarish qobiliyati ham past edi. Shuningdek, zamonaviy yoritish tizimining yo'qligi sababli ham qatnovlarni qabul qilish imkoniyatlari cheklangan edi. Davlat rahbarining qat'iy topshirig'iga ko'ra 2023-yilda aeroportda rekonstruksiya ishlari boshlandi. Davlatimiz rahbarini qat'iy tashabbuslari bilan logistika imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida yangi
uchish-qo'nish yo'lagi barpo etildi. Bu zamonaviy talablarga, ICAO talablariga to'liq javob beradigan va nafaqat bu kichkina samolyotlar, balki katta yirik kompaniyalarni va havo kemalarini qabul qiladigan imkoniyat yaratildi. Hozirgi buni uzunligi 3300 metr, ilgarigi buni uzunligi 2800 edi. Ya'ni shu uni nima deydi, bazasida asfalt ishlatilgan edi, lekin yangi uchish-qo'nish yo'lagiga to'liq betonlashtirilgan. Ushbu o'zgarishlar natijasida aeroport Boeing, Airbus rusumidagi yirik samolyotlarni ham noqulay ob-havo sharoiti va tungi vaqtlarda ham qabul qilishi mumkin bo'ladi. Bu kunlik parvozlar sonini 10 barobargacha oshirish imkonini beradi. Bugun 15 aprel soat 10:45 Prezident Shavkat Mirziyoyevning Andijon viloyatiga tashrifi boshlanmoqda. Davlatimiz rahbari hozirgina samolyotdan tushib keldilar va prezidentimizni bu yerda hukumat a'zolari hamda viloyat hokimi qarshi oldi. Davlatimiz rahbarining Andijon viloyatiga tashrifi viloyat ostonasidan, ya'ni Andijon aeroportidagi olib borilgan ishlar, o'zgarishlar bilan tanishishdan boshlanadi. Davlat rahbariga shu yerda aeroportni rekonstruksiya qilishning ikkinchi bosqichi doirasida amalga oshiriladigan ishlar haqida axborot berildi. Unga ko'ra, yo'lovchi terminalini yangidan qurish ko'zda tutilgan. Bu orqali yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish quvvati soatiga avvalgi 300 tadan 1000 taga, parvozlar soni yiliga 584 tadan 3700 taga ortadi. Davlatimiz rahbari bu yerda samarali boshqaruvni yo'lga qo'yish, xizmatlarni arzon qilib, mahalliy va xalqaro parvozlarni ko'paytirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Aeroportdagi ishlar bilan tanishilgach, prezident korteji tashrif dasturidagi birinchi obyekt tomon yo'l oldi. Bu to'qimachilik klasterining Andijon shahrida qurilgan yangi korxonasi. VBM Fabrics nomli ushbu korxona qayta ishlash zanjirining navbatdagi bosqichidir. Umumiy qiymati 50 million dollarlik investitsiya loyihasi doirasida zamonaviy inshoot qurilib, Italiya va Germaniyadan yuqori texnologik uskunalar keltirib o'rnatildi. Matoni bo'yash va gul solish yo'lga qo'yildi. Korxona yiliga 24 ming tonna shunday xaridorgir mahsulotlar tayyorlash quvvatiga ega. Loyiha doirasida 600 ta doimiy ish o'rni yaratildi. Davlatimiz rahbari korxonadagi ish jarayonini ko'zdan kechirdi. Mutaxassislar bilan muloqot qildi. Prezidentimiz bilan suhbatlashdingiz hozir. Nimalar haqida gaplashdingiz? Hozir bu yerda bo'layotgan jarayon haqida gaplashdik. Insonga ishlash uchun qanaqa sharoit bo'lsa, hammasi bor-da bu yerda. Sharoitlar zo'r yaratib berishdi. Hukumatimizga, prezidentimizga kattakon rahmatimni, tashakkurimni aytdim. Turkiyadan mutaxassislar kelgan, o'rgatishyapti hamma sharoit bunaqalarni, sir sanoatlarini. Bu dastgoh eng zamonaviy dastgoh hozirgi kundagi. Prezident odatda viloyatlarga tashrifi davomida o'zi bilan birga hukumat a'zolari, vazirlar, komplekslar rahbarlarini ana shu viloyatga olib keladi. Bundan maqsad har bir vazifa va topshiriqning egasini belgilash. Andijon viloyatiga tashrif davomida ham xuddi shunday bo'lmoqda. Ayni daqiqalarda davlatimiz rahbari viloyatda 2025-yilda erishiladigan maqsadlar va ushbu maqsadlarga erishish yo'lidagi chora-tadbirlar bilan tanishmoqda va hukumat a'zolariga, kompleks rahbarlariga bir qator vazifalarni belgilayapti. Taqdimot davomida ma'lum qilindiki, viloyatda joriy yilning birinchi choragida investitsiya loyihalari samarasida hamda tijorat banklari ishtirokida 77 ming nafar fuqaro ish bilan ta'minlangan. 2025-yilda 5 milliard 700 million dollarlik 166 ta investitsiya loyihasi amalga oshiriladi. Bu orqali 31 mingta ish o'rni ochiladi. 31 turdagi yangi mahsulot olish yo'lga qo'yilib, 1,5 milliard dollarlik eksport imkoniyati yaratiladi. Botir Erkinovich, assalomu alaykum. Uzr so'raymiz. Siz taqdimot qabuldingiz. Nazarimda qanday vazifalar berildi davlat rahbari tomonidan? Bugun hurmatli prezidentimizga 25-yillik yakuniga qadar aholini daromadli mehnatga jalb qilish va viloyatda kambag'allik qisqartirish bo'yicha amalga oshiriladigan ishlar yuzasidan taqdimot qildik. Bu yilda o'zida 305 ming aholini daromadli mehnatga jalb qilishni reja qilganmiz. Hurmatli prezident kasbiy ta'limga ko'proq e'tibor berish yuzasidan ham bizga kerakli topshiriqlarni berdilar. Darhaqiqat kambag'allikni qisqartirishda ham, insonlarning bandligini ta'minlashda ham odamlarni kasbga o'qitish bu
eng oldimizda turgan birinchi navbatli vazifa. Shunga kattaroq e'tibor berish yuzasidan hurmatli prezidentimiz bizga kerakli ko'rsatmalarni berdilar. Ularni so'zsiz amalga oshiramiz. Yil yakunigacha viloyatda ishsizlik darajasi qanaqa foizda? 5% gacha tushiramiz. Hozir qanaqa? 5.4% dan 5% gacha tushiramiz. Tashrif doirasida boriladigan manzillar ko'p, vaqt esa ziq. Shuning uchun tadbirlarda ishtirok etayotgan barcha rahbarlardan ham tez-tez harakat qilish talab etiladi. Tadbirlar orasida tanaffus deyarli yo'q. Shu bois jurnalistlar jarayonlar haqidagi ma'lumotlarni yo'l-yo'lakay yozib borishlariga to'g'ri keladi. Davlat rahbari kelgan navbatdagi manzil Oltinko'l tumani bo'ldi. Prezident bu yerda viloyatning hududiy sanoat yarmarkasi bilan tanishdi. Yarmarkada namoyishga qo'yilgan barcha narsa bir viloyat Andijonda ishlab chiqarilyapti. Xususan matoni bo'yashga ixtisoslashgan mana bu uskuna ham. Bu matoni bo'yaydi. 600 kilolik matoni bo'yaydi. Bunisi to'p ochmasi, elektronikasi, hamma narsasi bor. Polностью avtomatda ishlaydi, xudo xolasa mashinalarimiz. Masalan, Andijonda ishlab chiqarilyapti. Andijonda, Buloqboshi rayonida ishlab chiqaryapmiz. Turkiyadan olib kelinayotgan, masalan, bitta fabrika 5 million dollarga qurilsa, biz 3,5 million dollarga quramiz uni. Lekin metali Finlyandiyadan kelgan, elektronikasi Germaniyadan kelgan, reduktorlari Italiyadan kelgan. Faqat biz o'zimiz ishlab chiqarganmiz. O'zbekona qilgan bu texnologiya qilgani uchun men bundan minnatdorman. Bu savdo sotiq emas, bu dunyo qarashi o'zgargani uchun ularni qo'llash kerak. Prezidentimiz shunaqa gaplarda gapirdi, juda xursandman. Qilgan ishlarimizni yuksak taqdirlab, rahmat. Juda bizga katta yordam qiladigan bo'ldi. 20 ming tadbirkor 500 ming malakali ishchidan 2 milliard 500 million oldim. Shunga qildik bu. Mana ko'rdik. Qayerdadir ishlayapti-da o'sha aytgan gaplarimiz. Sog' bo'lgin, rahmat. Birinchi yordam hurmatli prezidentimizdan keldi desak bo'laveradi, to'g'ridan-to'g'ri, chunki shuni qarorlari bilan 10 yilga 14%lik, ya'ni juda yengil holatdagi bir kredit ajratildi. Shuni hisobidan qildik. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Ilhomjon Qosimov uy sharoitida traktor yaratib, bugungi kunda davlatning ko'magi bilan kichik zavod ham tashkil qildi. U o'z ixtirosi haqida davlat rahbariga so'zlab berdi. Buni hozircha 60-70% ni mahalliylashtirdik. Shu hurmatli prezidentimiz chiqargan qarorlari bilan 15 so'tlik yer olgandim men ham. O'zi oddiy oilada istiqomat qilaman. 15 so'tlik yerlarga katta texnikalar olib kelgani biroz qiynaldik. Shunda ukalarim bilan oilaviy shuni ixtiro qildik va bundan foydalanishni boshladik. Viloyat hokimimiz menga kichikroq bo'lsa ham zavod qurib berdi. Shu zavodda mana ishlab chiqarishni boshladik. 2019-yilga qadar Rossiyada ishlaganman. Hozirda bugungi kunda mana o'zimizda O'zbekistonda mana tadbirkorlikni boshladim. Migrantlikdan tadbirkorlikkacha deng? Albatta. Zo'r ish qilibsiz, lekin nima desangiz, baribir hozir odamlarga arzon, xavfsiz, puli ham ma'qul bo'lishi kerak, keyin servisi ham ma'qul bo'lishi kerak. Sen o'zing servis qilib bera olasan. Albatta. Shuni nima qilishim kerak senda yordam berishim? Muammo deb bo'lmaydi. Endi buni shu sertifikatsiyaga jinday yordam bo'lsa, shu sertifikat bilan olishimiz osonroq bo'lsa, uni ko'proq ishlab chiqarishga bir yordam bo'ladi endi bizga. Men uchun bugungi kun bir baxtli kun deb hisoblayman. Esda qolarli kun bo'ldi deb o'ylayman. Vazirlarga topshiriqlar bo'ldi. Shuni sertifikati bo'yicha yordam berish bo'yicha topshiriq bo'ldi va yana ham bilimimni oshirish maqsadida Mashinasozlik institutida o'qishni taklif qildim va iltimos qildim. Davlat rahbarimiz shu Mashinasozlik institutiga kirish to'g'risida qaror chiqardi. Talaba bo'ldingiz. Talaba bo'ldim, xudo xolasa. Muloqot davomida Ilhomjon prezidentga omonat gapni ham yetkaza oldi. Bir omonat gapim bor edi, otangdan salom aytib yubordim sizga. Salom deb qo'ying. Rahmat. O'qiyman deganing uchun men senga hurmatim oshdi. Rahmat. Rahmat. O'qigan iloyim. Bu anjancha bo'ldi. Andijon iqtisodiyoti bugun jadal sur'atlarda o'smoqda. Buni yarmarkada o'z mahsulotlari bilan ishtirok etayotgan tadbirkorlardan ham bilish mumkin. Ularning soni 100 dan ziyod. Davlat rahbari har bir tadbirkor, har bir ishlab chiqaruvchining oldida to'xtab, ular bilan birma-bir muloqot qildi. Asosan kichik va o'rta biznes vakillari bo'lgan ushbu tadbirkorlar orasida million dollar eksport qilayotganlar bor. Bu Andijonda bo'lyapti. Andijonda hammasi 43 million dollarlik eksportni amalga oshirdi. Saidakbarxon Shuhratov maktab
maktab o'quvchisi. U bugungi kunning dolzarb masalasi. Maktablarda o'quvchilar telefonga ortiqcha chalg'ishning oldini olishga qaratilgan dastur ishlab chiqqan. Bu loyiha davlat rahbarida katta taassurot qoldirdi. Bugun shahardaman, 13-maktabda o'qiyman. Mana shu ilovamizni birinchi bo'lib 13-maktabda o'zimni maktabimda ishga tushirdim. Bizda lokatsiya bo'yicha shu geolog funksiyamiz bor. Geolog funksiyamiz bu o'sha maktab hududiga kirganda shu ilovalar cheklanadi, chalg'ituvchi ilovalar. Faqat cheklash emasda bizni ilovamiz. Cheklagandan keyin uni foydali narsalar bilan to'ldirish kerak. Xalqaro olimpiadalarda faqatli o'nlarda olgan o'qituvchilarimiz bor. O'shalar bizga video olib berishmoqda, video darsliklar. Shularni ko'rish mumkin. Bundan so'ng intellektimiz maktab kitoblarini 1-11-sinfgacha hammasini biladi, bazasiga kiritilgan. Va o'quvchilarimizga individual yondashib o'qituvchini yordamchisi sifatida ish o'qita oladi. Menga bir ko'p tilla berdingiz, bilasizmi nima? Yer. Hali ko'p yer beraman. Gulchi ayol yerni oltinga tenglashtirgani bejiz emas, chunki Andijonda yer kam, aholi esa ko'p. Shuning uchun zichlik yuqori. O'zbekistonning 10% aholisi mamlakat 1% yerida yashaydi. Bu esa odamlarni uy-joy va boshqa infratuzilma bilan ta'minlash borasida ko'pgina murakkabliklarni keltirib chiqarar edi. Shu bois davlat rahbarining tashabbusi bilan Andijonda yangi shahar qurilishi boshlanib, 2021-yilda prezident unga tamal toshini qo'ygan edi. Ushbu shahar Andijon tumanidagi adirliklarda qishloq xo'jaligida foydalanilmagan 4000 gektar maydonda barpo etilmoqda. O'tgan qisqa davr mobaynida bu yerda 1770 ta xonadonli 63 ta uy qurilib foydalanishga topshirildi. Shuningdek, 1680 o'rinli maktab, 420 o'rinli bolalar bog'chasi, 250 qatnovga mo'ljallangan poliklinika qurilgan. Yengil sanoat korxonasi, ipoteka markazi tashkil etilgan. Eng asosiysi, bunday katta o'zgarishlarni aholi, andijonliklar o'z hayotida his etmoqda. Menga bu shaharchada qulayliklar yoqadi. Uyim oldida bog'cha bor, maktab bor. Bolalarim uzoqqa o'qigani bormaydi. Sharoitlarimiz o'ta yaxshi. Mana sport maydonchalari bor. Hamma sharoitlar farzandlarimga ham yaxshi. Oldin qishloqlarda loy-tom yoki bo'lmasa shipi tunikali uylarda yashaganmiz. Loy suvoq. Mana bu yerga kelsangiz hamma sharoit bor. Issiq suv, sovuq suv. 21-yili bu loyihani boshlab berganda hurmatli prezidentimiz bunday qilib aytsak bu u kishining loyihasi. Shunaqa Andijonda bir og'riqli masalasiga shunday yechim topganlarki, buni to'g'risi 10 yil oldin tasavvur ham qila olmasdik. Nimaga desangiz, shunday yillar bo'lgan Andijonda, ana shu 15-14-yillar birorta uy qurilmagan shaharda. Bugun qaysi eng chekka tumanimizga borasizmi? Men buni nima uchun aytyapman? Yangi O'zbekiston bag'rida yangi Andijon barpo etilyapti. Bu hali hammasi emas. Bunyodkorlik ishlari jadal davom ettirilib, bu yil 1000 dan ziyod xonadonli yana 40 ta ko'p qavatli uy barpo etiladi. Davlatimiz rahbari hudud bo'ylab yurib, yangi majmualarni ko'zdan kechirdi. Yangi Andijon shahrida istiqomat qiladigan aholi vakillarining maroqli dam olishini tashkil etish maqsadida hududda yangi O'zbekiston bog'i barpo etilgan va davlatimiz rahbari viloyatga tashrifi davomida ushbu bog'ni ham ko'zdan kechirmoqda. Davlat rahbari bog'ni ko'zdan kechirar ekan, badiiy va amaliy san'at ko'rgazmalarini tomosha qildi. Bu paytda ijod bilan band bo'lgan rassom prezident bilan ko'rishish jarayonidagi qiziq voqea haqida bizga so'zlab berdi. Bilmaganda kelib qoldilarda, "Hormang usta" deb kelib qo'l berib ko'rishib qoldilar. Men hayratlanib qoldim, chunki qo'llarim kraska nima ahvolda turgandim. Bu insonni elga bo'lgan, shu insonlarga bo'lgan mehr meni yana ham hayratga soldi. Qo'llarim kraska tortindim, lekin o'zlari kelib "Rahmat sizlarga mana" deb prezidentga sovg'a sifatida men o'zim nomimdan sovg'a qilib
moqchi bo'lganimni aytsam, xursand bo'ldilar. Shu oddiy bir rassomni qadrlab, shu yaratgan asaringizni qadrli joyga qo'yamiz deganiga men juda ham minnatdor bo'ldim. Yana ham xursand bo'ldim. Davlat rahbarining bog'da jamlangan yoshlar bilan muloqoti ham jo'shqin ruhda o'tdi. Mana sizlarni ko'zlaringdagi nurni ko'rib, sizlarni kelajakka ishonchlaringni ko'rib, ana shunday kayfiyatlaringni ko'rib, men juda xursand bo'ldim. Endi eng katta maqsad mana albatta mana bugun ertaga Andijonda bo'lamiz. Maqsad muddaomiz ayniqsa mana shu yoshlar bo'yicha siyosatimiz sizlarga yetib kelyaptimi, yo'qmi? Albatta g'oyalar ko'p, niyatlar ko'p, internet ochiq, dunyo ochiq, yaxshi yashashga, yaxshi bo'lishga, qahramon bo'lib parvoz qilishga tayyorsizlar. Lekin imkoniyat cheklangan edi. Shuning uchun mana biz alohida bankni berdikki, ota-onalaring sizlarga niyat qilib, sizlardan umid kutayotganda, men ham sizlardan ko'p narsani kutaman. Bir daqiqa ham vaqtlaring bekorga ketmash kerak. Nimaga desangiz, hozirgi vaqt qushini ushlab olsalaring, kelajak marraslardir. Prezident yoshlar bilan xayrlashar ekan, ulardan qanday savollar bor deya so'radi. Shu payt menga nima savollaring bor? Nima taklif? Marhamat. Общий. Hammalaring bilan tushaylik. Suratga tushish taklifi kutilmaganda berilgani rost, ammo prezident fotosuratchilari o'z ishining professionallari. Ular zudlik bilan yoshlarni eng maqbul pozitsiyalarga joylashtirishdi. Davlat rahbari bilan tushilgan bu surat ushbu yoshlar uchun tarixiydir. Shuning uchun unda hamma ko'rinishi shart. Hamma ko'rinsin lekin. Rahmat. Mana siz mahalladash qayting qachon rasmni men qo'l qo'yib beraman, ramkada qachon olib berasiz? Viloyat hokimi qani? Viloyat rahbari qani? O'zing hammaga tarqalasan. Xo'p bo'ladi. Ertaga soat 5 gacha qo'l qo'yib ketaman men. Xo'p bo'ladi. Rasmni lekin hammaga yetkazasan. Rahmat. Rasmga tushish bo'yicha kim birinchi taklif berdi? Davlat rahbari bilan. Qani siz keling. Qattan bunaqa jasorat? Ko'rganimda bu onlarni muhrlab qo'yish kerakligini albatta xayolimga keldi va o'zim ham his qilmay qoldim qanaqa aytganim. Juda Oldindan rejangiz bormidi? Yo'q, prezidentimizni ko'rganimda shijoat uyg'ondi. Vatanimga o'zim hissam qo'shishim kerakligini va bu rasm menga har qaraganimda motivatsiya berib turishini his qildim va bu rasmga tushishim kerakligini angladim. Hamma sizdan menimcha minnatdor bo'lsa kerak bu. Davlat rahbarining tempi shu qadar tezki, biz ba'zi holatlarda yetib olishga ulgurmay qolamiz hattoki va buning uchun yugurishga to'g'ri keladi. Prezident xuddi shunday temp bilan bog' amfiteatridagi minbarga chiqib keldi. Davlat rahbari o'z nutqida andijonliklarga mehri bo'lakchi ekanligini izhor etdi. Qani endi imkoni bo'lsa-yu bu so'lim diyorga tez-tez kelib, siz azizlar bilan chin dildan mirqib suhbatlashsam, chunki sir emas. Men doimo sizlar kabi mard va tanti, qalbi Allohda, qo'li ishda bo'lgan insonlar bilan uchrashib, muloqot qilib, o'zim uchun beqiyos ma'naviy kuch olaman va ruhlanaman. Andijon Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud topgan diyor. Shu munosabat bilan Shavkat Mirziyoyev yangi Andijon shaharchasiga Bobur shahri deb nom berish tashabbusini ilgari surdi. O'zining betakror ilmiy va ijodiy merosi bilan millatimiz, xalqimizning butun dunyoga tarannum etgan buyuk ajdodimiz Zahiriddin Muhammad Bobur xotirasini abadiylashtirish maqsadida yangi Andijon shaharchasiga Bobur shahri deb nom bersak nima deysizlar? Andijonliklar bu taklifni katta xursandchilik bilan qabul qildilar. Tadbir katta konsert dasturiga ulanib ketdi. 16 aprel prezidentning Andijonga tashrifi 2-kunidagi tadbirlar Buloqboshi tumanidan boshlanadi. Bu yerda viloyatni iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish chora-tadbirlari muhokamasi bo'yicha yig'ilish o'tkaziladi.
zalga prezident kirib keldi va yig'ilish boshlandi. Yig'ilishda Andijonda yangi O'zbekiston shukuhi har bir tuman, har bir mahallaga kirib borayotgani qayd etildi. Davlat rahbari 2025-yilda Andijon viloyatida kamida 6% iqtisodiy o'sishni ta'minlash, yalpi hududiy mahsulotni 105 trillion so'mdan oshirish, 305 ming aholini band qilib, 150 ming odamni kambag'allikdan chiqarish imkoniyati bor ekanligini ko'rsatib o'tdi. Mashinasozlik, konstruktorlik ishlab chiqarish markazi tashkil etishni Andijondan boshlaymiz. Norqulov, Vahobov tarmoq rahbarlari ushbu markaz bilan har oyda to'qimachilik, charm poyabzal, mebel kabi driver sohalarida talab yuqori bo'lgan kamida 5 turdagi import uskunasining texnik ko'rsatkichini o'rganadi. Ularni konstruktorlik yechimlarini qilib mahalliy korxonalarga taklif qiladi. Bunday uskunalarni mahallashtirish istagidagi tadbirkorlarga 5 milliard so'mgacha imtiyozli kredit berishni qaror bilan tasdiqlaymiz. Norqulov ushbu markazga xorijdan injener, konstruktor, texnolog, dizayner, marketolog olib kelib bu tadbirkorlarga ko'maklashadi, Vahobov yordamlashadi. Qo'chqorovga topshiriq bir oyda mashina konstruktorlik markazlari bo'yicha qaror kiritsin. Yig'ilishda investitsiya va eksport masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Bu yil xorijiy investitsiyalar hajmi 3.1 milliard dollarga yetkazilishi, 1 milliard dollarlik 23 ta yirik, 321 ta kichik va o'rta loyiha ishga tushirilishi qayd etildi. Eksportni 1.5 milliard dollarga, mahalliylashtirish hajmini 10 trillion so'mga olib chiqish imkoniyati borligi qayd etildi. Xonobod o'tkazish punkti tiklangani hisobiga Bishkek, Dushanbe, Termiz xalqaro yo'lidagi transport oqimi 2-3 karra ko'paydi. Lekin Xonoboddan o'tuvchi Qaradaryo ustidagi 150 metrlik ko'prik nosozligi uchun mashinalar uni bir qismidan harakatlanyapti, tirbandlik bo'layapti. Qo'chqorov Ramatov bir oyda ushbu ko'prikning rekonstruksiya qilish dasturini hukumat qarori bilan tasdiqlasin. Mazkur ko'prik kelgusi yil mustaqillik bayramigacha to'liq ishga tushishi kerak. Yig'ilishda bosh vazir o'rinbosarlari, vazirlar va boshqa mutasaddilar o'z yo'nalishlari bo'yicha axborot berdi. Davlat rahbari shuningdek andijonliklar bilan muloqot qildi. Ularning takliflarini birma-bir tinglab, mutasaddilarga ushbu takliflarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha zarur topshiriqlar berdi. Hurmatli prezident, agar ruxsat bersangiz, tumanimiz faollari nomidan bir taklifimiz bor edi. Marhamat. Tumanimizda yangi tashkil etilgan mustaqillik mahallasi bor. Ushbu mahallamiz hududida hozirgi kunda maktab, bog'cha, tibbiyot muassasasi mavjud emas. Sizdan iltimos ushbu muassasalarning qurilishida amaliy yordam berishingizni iltimos qilamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Yaxshi, ishlaringizda muvaffaqiyat. O'sha mustaqillik mahallasida mana hokim ham yozib oladi, bizni programmaga kiradi, investitsion dasturiga kirgizib, albatta buni nima deydi, navbati bilan bolnitsani ham, maktabgacha ta'limda ham, maktabda ham qilib beramiz. Yig'ilishdan so'ng prezident Buloqboshi tumanidagi Faiz M korxonasi faoliyati bilan tanishdi. Mazkur korxona mato to'qish, bo'yash va tayyor trikotaj ishlab chiqarish yo'nalishidagi yirik loyihalardan biridir. Bu yerda yiliga 4 million 200 dona 50 turdagi mahsulotlar tayyorlanadi. Tayyor kiyim-kechaklarning katta qismi eksportga yo'naltiriladi. Yillik eksport salohiyati 6 million dollarga yetgan. Korxonada 1000 ga yaqin fuqaro ish bilan ta'minlangan. M-Faiz korxonasi bilan tanishilgach, davlat rahbarining korteji tashrif dasturidagi navbatdagi manzil tomon yo'l olar ekan, kutilmaganda to'xtadi. To'xtadik, nima to'xtadik? Tasvirchilar bilan birga jarayonlardan ortda qolmaslik uchun tez-tez yurib borar ekanmiz. Prezident yo'lda keta turib, ta'ziyali xonadonga ko'zi tushgani va shundan so'ng kortejni to'xtatganini angladik. Oila vakillaridan so'rab bildikki, bu xonadonda oilaning tabarruk onaxoni Mamlakatxon aya Davronovaning vafot etgani munosabat bilan marosim bo'layotgan ekan. Onam bizga prezident keladi derdi. Kecha ham gapirgandi shu narsani. Hayotli chog'lar. Hayotli chog'larda. Bari bizga keladi bir kun deb shuna derdi, rahmatlik. Qachon olamdan o'tdilar? Bugun hozir chiqarib qo'yib keldik. Ertadan Sarbondodga ham turgan edim. Ertadan jon berdi. Rahmatlik. Bizga keladi prezident derdi, rahmatlik. Mana qarang. Allohning qudratini. Davlatimiz rahbari ta'ziyada qatnashib, xonadon egalaridan ko'ngil so'radi. Duoi fotiha qilindi.
onamizni joylari jannatdan bo'lsin. Umrlarini nevaralariga, farzandlariga bersin. Shundan so'ng prezident Andijon shahriga kelib, imkoniyatlar olami hududiy ijtimoiy xizmatlar markazida yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Ushbu markaz shu yil 27 fevralda qabul qilingan prezident qarori asosida ilk bor Andijonda tashkil etildi. Bu yerda nogironligi bor bolalar, o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslarga qatnov asosida ijtimoiy xizmatlar ko'rsatiladi. 2016 yil sudurga bergan. Sudurga berib, ukoldan keyin komaga tushdi. Komadan insult ham o'tkazdik. Zaynabxon Soliyevaning farzandi og'ir dardga chalingan. Hayotning bunday achchiq sinovi ayolni ruhiy tushkunlikka tushirgani bor gap. Yurib yurgan bolangiz bir kechada 1 minutda tinib qolsa, bitta nuqtaga qarab qolardi. Ba'zida ko'zini yummasdi ham sutkalar, uxlamasdi. Ba'zida ovqat ham yeyolmay qolasiz. Shpresslarda ovqat berganman. U kunlar eslashni xohlamayman. Birinchi o'rinda shu bola yurishini orzu qilaman. Gapirsin, aya, dada deb. 20 yoshda chiroyli o'qishlarda, kostyum-shimlarda onajonim deb o'qishlardan kirishlarini orzu qilaman. Gullar ko'tarib kelishdi. Onajonim, meni qo'llaringizda ko'tarib yurardingiz. Shular uchun sizga katta rahmat. Meni tashab qo'ymaganingiz uchun rahmat deyishlarini kutaman. Davlat rahbarining tashabbusiga ko'ra tashkil etilgan bu markaz Zaynabxon singari insonlarda hayotga bo'lgan umidlarni yana qayta uyg'otdi. Kutdik buni ochilishini, qancha kutdik-ku, telefonlashib ochildimi, qachon ochiladi, sharoit qanaqa ekan, besplatniy ekan, kelib ketishda hamma yo'g'ini qoplab berar ekan, endi sekin-sekin yo'lga qo'yapti. Moddiy apparatlarda shuncha Toshkentga borgan bo'lsa ko'rmaganman-da, bunaqa velosipedni hayolimga ham kelmagan. Bu bolalar uchun velosipedlar, xadinoylar borligini bilmaganman. Ushbu markazda nogironligi bo'lgan, alohida e'tiborga muhtoj yosh u keksalar davlatning, prezidentning g'amxo'rligi, mehrini his etmoqda. Ular ham shu vatanning farzandi, shu jamiyatning teng huquqli a'zosi ekaniga ishonchlari ortmoqda. Men mana shu kasal bilan 20 yil bo'ldi o'zi. Mana shu uyda o'tirardim, hech yoqqa bora olmasdim. Yurishga ham qiynalardim. Hattoki bunday ushlab narsalarni ham ushlolmasdim. Mana shu yerga kelganimga 10 kun bo'ldi. Mana Xudoga shukr, hozir olib mana ruchkalarni olib chizishni boshladim. Rasmlar chizyapman mana. Jumagacha kelyapmiz. Haftada 5 kun. O'zlari ertalab mashinada olib ketishyapti. Olib qo'yishyapti. Mana shu yerga kelganimdan beri nimagadir boshqalardan mana shu dunyoga qayta kelgan deb bo'lyapman, o'zimni his qilyapman. Davlat rahbari markaz binosiga kirar ekan, ostonada to'xtab, belgilangan qoidalarga hamma qatori amal qilgan holda oyog'iga baxila kiygach, so'ngra ichkariga kirdi. Bu xizmat qilgan eng muhim biz 32 haftadan Prezident markazda yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Bu yerda farzandi davolanayotgan onalar bilan suhbatlashdi, ularga dalda berdi. Allohga shukr, mana kecha prezidentni ko'rdim. Bee'tibor emas, keldi, rahmat, shu bolalar uchun vaqt ajratib keldi. Nima kamchiliklar, ko'ngillar to'layaptimi? Shekka kelib, qiynalmayapsizlarmi bolalar bilan? Alloh sizlarga kuch-quvvat bersin. Sizlarga katta rahmat, bunaqa bola bilan yashash o'z emas. Xudo xohlasa keyingi kelishingda hammanglar meni yurib kutib olinglar deb shunaqa dedi. Rahmat dedi. Markazda kunduzgi parvarish xizmati ham yo'lga qo'yilgan. Bu yerda nogironligi bo'lgan insonlar jismoniy va aqliy mashg'ulotlar bilan shug'ullantiriladi. Ularga ijtimoiy xodimlar qarab turishi natijasida oilasidagilarning qo'li bo'shab, ishlashi mumkin bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, 2 kunlik tashrif davomida biz o'zimiz ham guvohi bo'ldikki, Andijonda yangi davr, yangi zamon, yangi O'zbekiston shukuhi, ruhi har bir tuman, har bir mahallaga kirib bormoqda. Takror aytamiz, odamlar buni o'z hayotida his etyapti. Siz yangi zamon dasturini tomosha qildingiz. Boshlanayotgan hafta omadli va barokatli kelsin. Omon bo'ling.